Qanaqalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Keyshavto bilan bir suhbatlash borlik. Keyshavto bilan. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa 12 ta viloyatga o'zim borib, Xudo xohlasa qaysi viloyat bo'lsa ham bemalol o'zim shart beraman. 12 ta viloyatdan menga shart beradi. 12 ta viloyatdan bittasi chiqib mard bo'lib, masalan, Shahrisabzdan Buxorogacha, Buxorodan Qoraqalpog'istondan Vodiygacha boraman. Xudo xohlasa menga shart beradi. Shart berolmasa, ularga biz shart beramiz. Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa, yangi blogerlar bo'lsa, yangi blogerlar bilan bemalol suhbatlashamiz. Tez orada ko'rishib qolamiz. Muxlislar, mana 61 tarafga yuribmiz. Xudo xohlasa, tez orada 61 da ham gullatamiz. Tez orada. Mana 61 Artel, Ozodbek kafe. Bemalol opalar ham akalar ham ishlab yuribdi. Hamma narsasi zo'r sifatida. Kundan-kun Shahrisabz, kundan kun mana o'zgarishlar zo'r bo'lyapti. O'zgarishlar katta joy bo'lyapti. Yaxshi bo'lib ketyapti, 61 ham. Bo'lmaydi joyichida hozir bemalol ketaveradi. Aziz muxlislar, kutamiz sizlar. Mana 61 bozorga yurman. Anhor savdo markaziga o'tib ketaman. Xudo xohlasa kutib qolamiz sizlar tez orada. Viloyat yuraman. Qaysi viloyatdan bozor zo'r bo'lsa, o'sha bozordan savdo qilaman. Xudo xohlasa aziz muxlislar, kutib qoling.